Chet ellik foodbloger aynan qoshiq yordamida bargli pechenka tayyorlaganini ko'rib, ishonmasdan men ham kech bo'lishiga qaramay tayyorlab ko'rishga qaror qildim. Videoga bir dona yurakchani bosib qo'ysangiz, ushbu pechenka rostdan ham qoliplasiz tayyorlanishini men sizlar bilan ham bo'lishaman. Idishimizdagi uy haroratida erib turgan sariyog' solamiz. Menda albatta Rush Milk sariyog'lari. Ketidan 3 ta tuxum sarig'i, saxarli pudra, vanilin, oliy navli turon ullari va albatta razrxitel solib, xuddi shunaqa qo'lga yopishmaydigan plastring holatda xamir qorib olasiz. Xamirni tindirib o'tirmaysizlar, yong'oq tez valachalar qilib, hech qanaqa qoliplasiz qoshiq yordamida videoda ko'rsatilganidek qilib barg holatida figura qilib olasizlar. Pichoq yordamida xuddi shunaqa risunkalar qilib, osongina ko'chirib olasizlar. Pergamin solingan bir tekis listga terib chiqib, qizib turgan duxovka pechida 15-20 daqiqa davomida pishirib olasizlar. Ushbu grammaj bilan 30 ta 40 ta pechenka tayyor bo'ladi. Xohlasanglar shokoladga botirib yeylar, xohlasanglar shunchaki choy bilan o'zini yeb qo'yinglar. Ushbu og'izda erib ketadigan pechenkani hoziroq saqlangiz qilib, bunaqa pechenka hali ko'rmagan yaqinlarga yuborib qo'yinglar.